Voy, endi korobkadan simsiz quvvatligicha ham chiqyaptimi? Davr o'rtoqlar, kelajakda telefon olaman desanglar, mashina ham qo'shib beramiz degan davrlar ham keladi. Bugungi mehmonimiz Infinix Note 50 Pro. Eslatib o'taman, bu игровой telefon bo'lib, narxi esa sizni aniq hayron qoldiradi. Telefon komplektidan simsiz quvvatligich, original chexol, 90 vatlik golovka, naushnik, kabel va ekran uchun shisha va hujjatlari chiqadi. Ikkinchi nomini bemalol xarajatsiz telefon desak ham bo'ladi. Telefon yangicha dizaynda, orqasidagi ushbu indikator esa juda ko'p imkoniyatlarga ega. Telefonning 144 Hz ekrani 678 dyumli bo'ladi. Dinamikasi JBL akustikasi bilan jihozlangan. Operativkasi 24 GB. Kamerasi 50 megapiksel bo'lib, zaryadi 0 dan 100 gacha 40 minutda to'ladi. Mana bu indikator sizga SMS kelganda, telefon bo'lganda va syomka qilayotganingizda har xil rangda yonib beradi va eng asosiysi bu sizning yurak urishingiz va pulsingizni o'lchab beradi. Hozirgi yangi chiqayotgan smartfonlardek Infinix Note 50 Pro ham sun'iy intellekt bilan bemalol ishlay oladi. Hattoki zaryadkaga qo'yganda asta yoki tez to'lishini o'zingiz belgilasangiz ham bo'ladi.